Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Salomatmisizlar, charchamasizlarmi? Mana akalarimizga Texa traktorimizni beryapmiz. Texani original Texalarda keling. Jarog'li kamera karotka qismida o'yib turib yozilgan bo'ladi. Eng qizig'i podshipniklik balon kelgan yangi partiyamiz. Moy datchiklari bor. Moy kamaysa yoki moy sifati yo'qoladigan bo'lsa, o'zini-o'zi o'chiradigan funksiyasi jihozlangan. Originalni, bilasizki, bakini o'zi 5 litrlik o'yib turib yozilgan bo'ladi. Porshonlari 92 lik porshon bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi, 7,5 ot kuchi. Eng qizig'i motoriga 900 gram yog' ketadi. Oldingida bilasiz 800 gram ketar edi. Shu mahsulotlardan kerak xudo xolasa bemalol aloqaga chiqasiz. Hozir motorga 900 gram universal yog' soliq o'taltirish uchun har bir mijozlarimizga tayinlab o'tamiz. Olib borgandan keyin yodingizdan chiqmasin. Olib borgandan keyin 15 ming o'taltirib olib borgandan birdan ishlatish kerak emas. Mana birinchi o'rin yog' solinadi. Olib borgandan keyin mana qimlab boradi, porshon yog' sachirab boradi. Hozir o'taltirib ko'rsatib beraman. Olib borgandan keyin kamida 1 soat 2 soat mana shu holatda tursin. Undan keyin o'taltirasizlar aziz mijozlarimiz. Keyin esa yana bitta narsa yodingizdan chiqmasin. Hozir benzinlar notoza, imkoni boricha har 10-15 litr benzin ishlatgandan keyin motor yog'ini almashtirib tursalaringiz juda yaxshi. Bugalari mana bunaqa fasol bo'ladi. Yangi partiyamizni. O'taltirishdan oldin kelasiz. Har doim tarasiga ahamiyat qiling. Traktor o'taltirishdan oldin skorga urib turgan bo'lsa, u o'taltirish kerak emas. Xalastor qilib, xalastor bo'lgan holatida korobkasiga hozir 2 litr gepayt soldi. Uni aytib o'tib ketay. Korobkasiga 2 litr gepayt, motorga 900 gram universal solingan. Mana bu narsa onga turish kerak. Ofga bo'lsa zavod bo'lmaydi. Onga qo'yiladi. Gaz ozgina ko'tariladi. Bu xalostoy turibdi. Endi navbat bu yerda. Eng asosiy nuqtaga keldik. Mana bu narsa benzin. Benzin pastdan ochiq turish kerak. Bu yoqqa bo'lsa yopiladi. Bu tomonga ochiladi. Patsos qaytariladi. Patsos sovuq mahal xuddi Damaskida tortilishi kerak. Isib turgan paytiga shart emas. Shu holatda tortib o'taveradi. Patsos bu yoqqa tortyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. 15 minut ishlatib o'chirish kerak. Haydash kerak, o'taltirib qo'yish kerak. Endi hozir oldiroq yursa bu foyda. Texa originali standart Germaniya kilogram 90 kilogram. Shina 90 graduslik. Mana 90 gradusga buriladi. Buni xonasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. Haydash oldi, yoki sal ko'taramiz. Mana bu narsa mustaqil zarur bo'ladi. Bosyapmiz, ko'ramiz. Ko'rgandan asta qo'yib to'xtash uchun mana buni to'xtatib olamiz. Dadingiz xalastor qilib, ustani bosib xalastor qilib qoladi. Dadini bosamiz, mana dadini urib, dadini ushlab turib qo'yib olamiz. To'xtash uchun bosamiz, qo'yib olamiz. Yana o'zini bosib, bitta olib kerak bo'lsa, like, kommentariya yozib, telefon raqamlarimiz ertaman 9 dan 6 gacha bemalol bizning qilsangiz bo'ladi. 6 dan keyin Telegramga yozib qo'yamiz.